O'zicha esligi savol, original deyiladimi, original deyiladimi? Ikkalasini ham ma'nosi bitta. O'zbek tiliga tarjima qilganda asl haqiqiy ma'nolarni anglatadi. Bu ko'ylagimizni qaranglar, shunaqangi zo'r ko'ylagimiz hisoblanadi. Indiya ko'ylagini, bolsheviklarning obzorini boshlaymiz. Bu ko'ylagimizda egnimga kiyib turgan variantdagi ko'ylaklarimizni razmerlari o'zbek razmerida 48-razmerdan 60-razmergacha hozircha razmerlar bor. Mastaga ko'rsatish boshlayman. Matosi lekin haqiqiy mato, rostakamiga juda ham zo'r lion matosi, teglari ham kengina fasonda ishlangan, cho'nchiklari ham bor modelimizda, belbog'lari bor, oldilari tugmacha fasonda, keyin ko'rsanglar shunaqangi xrustallar bilan qo'l mehnati asosida ishlangan, yoqalari ham stolka yoqa, yopugina modelda, belbog'ini xolislar taqvasinglar bo'ladi, xohlamasanglar o'zingizlarning diliga moslaverasizlar albatta. Endi ranglarni ko'rsatib o'taman. Ranglari ham juda ham zo'r. Bu ko'ylagimiz umuman kirishmaydi. Tanaga havo o'tkazishi bilan ko'pchilikka bittada yoqadigan ko'ylak hisoblanadi. Ranglarni ko'rasizlar, shunaqangi zo'r turib beradi.